Ikkinchi sinf darsligi tarbiya fani. Mavzu: Men va mening vatanim. Mavzusi: darsning maqsadi. Darsning maqsadini 3 ga bo'lib olamiz. Ta'limiy maqsad, tarbiyaviy maqsad va rivojlantiruvchi maqsad. Ta'limiy maqsadiga o'quvchilarga vatan, millat qadri, tarixi va madaniyati haqida bilimlar berib borish. O'zbekistonning geografik joylashuvi, davlat ramzlari, mashhur tarixiy shaxslar haqida ma'lumotlar berib o'tish. Tarbiyaviy maqsadi esa o'quvchilarda vatanga muhabbat, sadoqat, g'urur va faxr tuyg'ularini shakllantirish, yurtga xizmat qilish, uni ardoqlash va himoya qilishga bo'lgan mas'uliyatni oshirish. Rivojlantiruvchi maqsad: o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, o'z fikrini aniq ifoda etishi va nutq madaniyatini rivojlantirib borish. Darsimizning rejasiga binoan darsning maqsad va vazifalarini belgilab oldik. Endi mavzu bilan tanishtiramiz. Vatan faxri. Bu yerda tug'ilgansan, yashaysan, ketsang sog'inasan. Topchi, bu yer qayer? Bu vatan. Vatanimiz haqida nimalarni bilasiz? O'zbekiston Respublikasining qanday ramzlari bor? Yoki bo'lmasa, davlatimiz rahbari kim? O'zbekistonning poytaxti qaysi shahar? Kabi savollar bilan o'quvchilarga murojaat qilsak, albatta ulardan munosib javoblar kutamiz. Keling, yaxshisi 1-sinfda olgan bilimlarimizni eslaylik. Biz tug'ilgan joy vatan deb ataladi. Vatanimizni sevamiz. Uzoqqa ketsak, darrov sog'inib qolamiz. Aytingchi o'quvchilar, nega biz har doim vatanni aziz deb bilamiz? Yoki bo'lmasa, ona yurting oltin beshiging maqolini tilimizdan qo'ymaymiz va xotiramizdan o'chirmaymiz. Bu maqol haqida o'z fikrlarimizni bayon qilamiz. Keling, yaxshisi bu fikrlarimizni bu yerda berilgan matn orqali, ya'ni vatanparvar shoh mavzusidagi matn bilan boshlasak. Bobomiz Zahiriddin Muhammad Bobur shoh va shoir sifatida mashhur. U sohibqiron Amir Temur avlodidan bo'lib, 12 yoshida taxtga o'tirgan. Bobur Hindistonni zabt etib, u yerda qudratli davlat tuzgan. Boburiylar sulolasi 300 yildan ziyodroq hukmronlik qilgan. Vatanni sog'ingan podshoh ona yurtidan tok qalamchalari va qovun urug'ini keltirishni buyurib, Hind tuproqlariga ektirdi. Lekin uzum va qovunlarning mazzasi vatanidagi kabi shirin bo'lmadi. Bir kuni Bobur Mirzoga ona yurti Andijondan qovun olib kelishdi. Podshoh qovunni hidlab, to'yib yig'ladi. Aytingchi o'quvchilar, nima uchun Bobur Mirzo qovunni hidlab yig'lab yubordi? Yoki bo'lmasa, vatan tuyg'usi yana qanday namoyon bo'lishi mumkin sizningcha? Bir o'ylab ko'ringchi. Sizningcha o'zga yurtda yurgan odamning vatanga bo'lgan muhabbati qanday namoyon bo'ladi? Ha, albatta, vatan sog'inchi, vatan dardi judayam og'ir. Bobomiz aytganidek, o'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l deganlar. Aziz o'quvchilar, sizlar uchun yana bir qiziqarli ma'lumot, ya'ni O'zbekiston Respublikasida 12 ta viloyat, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashkil topgan. Mamlakatimizda go'zal shahar va so'lim qishloqlar juda ham ko'p. Biz yashagan viloyat, shahar yoki qishloq bizning kichik vatanimizdir. Bu qiziqarli ma'lumotlarni daftarimizga tushirib olamiz va yana bir ma'lumotni aytib o'tamanki, Buxoro islom olamining asosiy markazlaridan biridir. Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha Xalqaro islom tashkiloti 2020-yilda Buxoro islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilgan. Bu ma'lumot ham sizlar uchun yangi ma'lumot bo'lganligi sababli buni albatta xotirangizda saqlang, aziz o'quvchilar. O'quvchilarim, qaranglar, kitobimizda O'zbekistonning xaritasi berilgan. Bu xaritada o'zingiz yashaydigan viloyatni toping. Bu viloyatda yana qanday shahar va qishloqlar bor? Ya'ni yon atrofingizdagi shahar va qishloqlar haqida ma'lumotlar bering. O'quvchilar, bugungi mavzumiz sizga tushunarli bo'ldimi? Bizning vatanimizni qanchalik sevishimizni, ardoqlashimizni bilib oldik. Endi uyga vazifa.
O'zingiz yashab turgan joy tarixi haqida kichik hikoya tayyorlang. Kerakli ma'lumotlarni to'plash uchun yaqinlaringizdan intervyu olishingiz mumkin. Uyga vazifalarni daftarimizga belgilab olamiz va albatta keyingi darsga tayyorlab kelamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.